tavsiya. Qadr surasini har kuni quyosh chiqish va botish chog'ida 21 martadan o'qishni odat qilgan kishi Rasululloh alayhissalomni Allohning xohishi bilan tushida ko'radi. Ikkinchi tavsiya. Kavsar surasini bir kechada 1000 marta o'qigan kishi Rasulullohni Allohning xohishi bilan u ham ko'radi. Hasan Muhammad Shaddod bu amaliyot foydasini tajribadan o'tkazganini ta'kidlagan. Uchinchi tavsiya. Kimki Rasululloh alayhissalomni tushida ko'rishni istasa, Muzzammil surasini 41 marta o'qisin. Shubhasiz, u Rasulullohni ko'radi. Hasan Muhammad bu amaliyotni ham sinovdan o'tkazganini ta'kidlagan. To'rtinchi tavsiya. Juma kunida Qadr surasini 1000 marta o'qigan kishi payg'ambar alayhissalomni tushida ko'rmaguncha bu dunyodan o'tmaydi. Allohga hamdlar aytamanki, bu ham tajribadan o'tdi, deydi Hasan Muhammad. Beshinchi tavsiya. Ba'zi ulamolar aytishlaricha, Kavsar surasini quyidagicha xususiyati bor. Kimki bu surani juma kechasida 1000 marta o'qib, ortidan Rasulullohga yana 1000 marta salovat